Oh, voy belim og'rib ketdi. Kun ham yorishib ketibdi. Xo'sh, pechkada nimadir bormi? Hech nima yo'q. Sandiqda-chi? Sandiqda hozir ovqat bor ekan, lekin hozir meni qornim och emas. Shuning uchun qo'yib qo'yaveraman. Hop, yopsak. Okey. Bir betimizni yuvib kelaylikchi. Hop. Betimizni yuvsak. Chiqib. Bo'ldi. Eshikni yopamiz-da. Qurolimizni olamiz. Va kiyimlarimizni ham. Men kambag'al qotilman. Judayam kambag'alligim uchun qurolga tashviq olishga ham pulim yo'q. Mayli, eshikni yopib qo'yaylikchi. Okey. Va bemalol qishloqqa boraylikchi endi. Xo'sh, bu yerdan o'tolmayman. Sizni butun kelmayapti. Shuning uchun bemalol anitdan o'taversak bo'ladi. Nima bu? Nimadir dumaloq. Xo'sh, havoga o'xshash narsa. Nima bu? Nima bu? Tushunmadim. Mayli, qishloqqa boraveraylikchi. Galim aka, qandaysiz? Zo'rmi? Galim aka, qandaysiz? Zo'rmi? Zo'rmi, brat? Eshitmasa kerak. Kim bo'lib ketgan-ku bu ham? Yaxshi, men ham oldin mana shu yerda yashaganman, lekin mayli. Xo'sh, kim u? Yanglishibdimi? Ana yerda nima bo'lyapti? Bir boraychi. Xo'sh, bolalar, nima qilyapsizlar? Seni nima ishing bor? Bu yerdan yo'qol. Brat, nima qilyapsiz? Menmi? Mayli, men keta qolay unda. O'zlarini problemalarini o'zlari hal qilaversin. Hop. Mushukchalar. Okey. Salom Ibrohim aka. Ibrohim aka, qandaysiz? Yaxshi, ukam, qandaysan? Yaxshi. Brat, yaxshi qurollar, pistoletlar kelmadimi? Yo'q. Hali kelgani yo'q. Qachon keladi? Bir necha kunlarda. Lekin biz faqat pistolet voqealar olib kelishimiz mumkin. Agar avtomat voqealar olib kelmoqchi bo'lsang, alohida to'lashing kerak bo'ladi. Yo'q, brat, ishlar yo'qmi? Xo'sh, ishlar bo'lishi mumkin, lekin hozircha ishlar yo'q. Mayli, unda brat, men ketaveray. Okey. Ular hali gapdagi tushunmas ekanda. Nima qilyapsizlar, Nima qilyapsizlar? Meni nima ishing bor? Bu yerdan yo'qol. Nima? Urmoqchimisan? Hech narsa qilolmaysan. Qurol oldir. Nima qilyapsan? Nimaga o'ldirding? Seni o'ldiramiz biz. Xo'sh, kimni o'ldirasanlar? Iltimos, meni otmang. Iltimos. Iltimos, meni otmang. Iltimos, yordam bering. Iltimos, yo'q. Brat, siz otmaysiz? Yo'q, men otmayman. Sizlar bilan ishim ham yo'q. O'zlaringizni bilaverasizlar-da. Mayli, men ketdim. Bir olim akamni oldiga borib kelaychi. Olim aka,
Olim aka, tomda nima qilyapsiz? Bilmam, eshitmay qolgan bo'lsa kerak. Mayli, bolalarni oldiga boraylik-chi. Salom bolalar, qandaysizlar? Yaxshi, qandaysan sen? Yaxshi. Ibrohim aka. Nima kimni Ibrohim deyapsan? Hozir adashib ketibman. Aka, qornim ochganda bitta non olsam maylimi? Bo'pti, olayver. Ish yo'qmi, brat? Ish menimcha bor edi. Faqat qotillik. Nima? Axir men bu ishni tashlagandim. Normal pul beraman. Xo'sh, qancha? Shu Olim akani ko'ryapsanmi? O'shani o'ldirishing kerak. Nima uchun? Prosta qarzini bermayapti. U qancha qarz? 10,000 so'm. Brat, siz tupoysiz. 10,000 so'mga ham qarz beradimi? 10,000 so'mga ham o'ldirib yuboradimi? 10,000 so'm demadim, $10,000 dedim. Bo'pti, men ketdim. Unda Olim aka. Olim aka. Olim aka, qayerdasiz, brat? Brat, Olim akani ko'rmadingizmi? Yo'q, mana shu yerda ko'raveribdi. Xo'sh, to'xtang, Olim aka sizmi? Men bo'lmay kim bo'laman? Kiyim almashtiribsizmi? Ha, hozir almashtirgandim. Olim aka, qurolni o'qotma. Bo'ldi, tayyor. Menimcha hozir so'raychi, nima berardi, hozir so'raychi. Xo'sh, shunaqa joydan shunaqa ishlar qilishga uyalmaysanlarmi? Uyasizlar. Mayli. Bo'ldi, brat. Olim akani o'ldirdim. Xo'sh, bor endi. Qayerga? Boraver. Mayli, unda bitta borib kelaylik-chi. Xo'sh, Ibrohim aka, qandaysiz? Yaxshi, ukam. Bitta brat bor edi-ku, narsa olishim kerak ekan, aytib qo'ygandi. Ol. Mendan bitta olaman. Aka, olaver, shuncha deydi. Unda mayli, men ketdim. Ibrohim aka, ish yo'qmi? Bor, faqat bitta bolani o'ldirishim kerak. Ishqilib, sal kattaroq odammi? Yo'q, yosh bola. Unda men yo'qolaman. Siz yaramiz. Nima qilyapsizlar? Yo'qolinglar bu yerdan. Tushunarlimi? Yo'qol bu yerdan ikkalang ham. La'nati. Xo'sh. Yetdilar, okey. Akam. Akam. Nima deysiz? Yo'q, eshitma. Nima deysiz? Yo'q, eshitma. Gapiring mayli. Yaxshi bo'pti-ki. Qayerdasiz? Ko'zing g'ilaymi? Qara, turibman-ku. Qara, shu Olim akani kimdir o'ldirib ketibdi. Kim o'ldiribdi? Nahotki? Keyin senda qo'li borday o'lishyapti. Qanday qilib men o'ldirishim mumkin emas, axir Olim aka-ku, buni kim ham o'ldiraveradi. To'g'ri, lekin mayli. Bo'pti unda. Mayli. Unda uyga bora qolay. Lekin hozirgi ishim yaxshi, lekin qotillik oxiri baribir ushlaymanda qamoqqa tiqib qo'yishsa, keyin nima qilaman? Bu ishni tezroq tashlashim kerak. Mayli. Bo'ldim. To'xta, bo'ldi. Eshikni yopsam, bo'ldi. Va qurollarimni qo'yaman, o'qlari va bu. Bitta non bor ekan, o'shani hozir yeb qo'ysam. Bo'ldi. Mayli, unda men o'qigan ketay. Hatta bir ikkita qo'yni o'ldirsam, normal go'sht bo'lsa, pishirib yeyolardik kechga. Xo'sh, qayerda qo'y bor ekan? Mana bu yerda qo'y bor ekan. Ana endi sekingina gapiramiz. Zo'rg'adan sekin
nima deydi uxlansada buyam ot o'g'ir tiqilib qoldi hozir mana shu yangi drabashka olishim kerak. Bu drabashkamcha yaxshi emas. Yangi qurol olishim kerak. Mayli, yana bitta qo'y bormikan? Bu yerlarda, tog'larda yo'q. Ana yerda bor ekan. Okey. Yaxshi tegdi. Qani o'qlan. Shuni o'qlanish sekindi. Yana qotib qolgan otadigani. Yaxshi. O'qlandi. Ana endi uyga bora qolsak va bu yerda pishirib olsak, ya'ni bu go'shtlarimizni pishirib olsak yaxshi bo'lardi. Kattaroq uyam olishim kerak hali. Shunaqa kichkina kulbachalar. Oldin taniqli edim, просто kayfga berilib ketibman va har doimgidek kambag'al bo'lib qoldim. Yo'q, har doimgidek emas. Har doimgidek, to'g'ri. Chunki oldin ham bir marta bo'lganman va yana kuchayib yana shunday bo'lib qoldim. Mayli, jo'nlarni bu yoqqa qo'yaylik va go'shtlar pishguncha mana yerda o'tirsak. Issiqqanada. Lekin kiyimlar shundoq issiq. Shuning uchun sal issiq terlab ketishim mumkin. Go'shtlar yaxshi pishyaptimi? Qani o'tirib ko'raylikchi. Bu yoqda, odroq sepib qo'ysak, tuzdan sepib qo'yamiz. Bo'ldi. Tuzam boshqasi ham sepib qo'ydim. Ana endi ozroq yaqinroq qilsak, olov sal yaqinroq yaxshiroq pishadi. Mana bu hozir mana bu qurolim. Kech bo'lyapti. Mayli, hozir o'tiraylik. Quyosh botishini ko'ramiz-da. Shu quyosh botishini ko'rishim xuddi avvalgi. Mayli, tariximni hali gapirib berish. Yo'q, hali gapirib bergim kelmayapti. Quyosh ham botay deb qoldi. Mayli, ana endi uyga kira qolsam, qurollarni qo'yib uxlasam. Go'shtlar ham pishibdi. Issiq ekan. Sal issiq ekan. Mayli, bu yoqqa qo'yib tursak, lekin hozir olsak yaxshiroq bo'lardi. Issiq bo'lsa ham mayli, yeyib beramiz. Issiq yaxshimi? Qani, bitta sal issiq ekan. Bo'ldi. Davay, tashqarida o'tirib yeymiz bittasini. Hozir. Bo'ldi. Yaxshi. Ana endi oddiy go'shtimizni bu yoqqa qo'yamiz. Bitta non olib yeb olsak. Ana endi bu yoqqa qo'ysak-da va qurolimni ham o'shaga qo'ysak.